Мастер спорта по ММА, мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою, пинчак силат боюнча 3 карат jahon чемпионы, представляющий TK MMA Fit O'zbekiston afsonalar vodiysi Namangan! Temur odam Iron Man Furqatbek Yakupov. Biko Zambiya ketdi, start chalg'imaymiz. Bu juda yuqori tempdagi jang bo'lishi mumkin. Bilamiz Yoqubovning uslubini. Juda ham tezkor jangchilar. Energiyaga to'la ikkalasi ham. Jang kutilmagan holatda davom etib qolishi mumkin. Istagan sekundda to'xtab qolishi mumkin. Xuddi shunday. Juda chiroyli nokaut qayd etgan edi Mangu 1 turnirida Furqatbek. Biko hozircha masofani saqlab qolishda va Furqatbekning atrofida aylanib, buni ochiq joylarini izlashda davom etyapti. Va hujumga o'tyapti Biko. Cho'zib berilgan ikkilik qo'l zarbasi yuqoridan. Yoqubov payt poylayapti. Payt poylab hujum qilmoqchi. Ko'rinib turibdi. Bu vaznda o jeb zarbasini o'tkaza oldi Biko. Yana bir bor oldingi qo'l bilan ishlashyapti ikkita sportchi ham. Hozir kimdir oldingi qo'l va orqadan asosiy zarbani qo'shishi aniq menimcha. Hozircha hech kim tegdan olgan intilmayapti. Xuddi siz aytganingizdek. Bu ikki sportchi stoykada urishsa kerak. Almashu, lekin qarang. Biko harakat qilib ko'ryapti pastga. Lekin Furqatbekni aytganimizdek og'irlik markazi juda ham past darajada va uni shunchaki itarib yiqitib bo'lmaydi. Xohlamadi Furqatbek parterga o'tishni. Stoyka. Albatta, unga manfaatliroq masofadan va stoykadan jangda qolish. Biko yo'l qidirishda davom etyapti. Zarbalar berishga harakat qilyapti. Yoshi katta, 36. Mana almashu. Mana round kick bosh qismiga. Qo'l yonboshdan zarba va round kick bosh qismiga, albatta himoyaga to'g'ri keldi. Undan oldin qo'l zarbasi aniq ekandi. Hozirda yana kuchi bo'lmasa-da ikkitalik zarbani qabul qilib oldi Biko. Mustafa faqat yaxshi qilib o'tashyapti. Yaxshi. Mana Bikoni o'ng chapga harakat qilib kutilmaganda berayotgan zarbalari xavfli chiqyapti. Uppercut xavfli edi Biko. Yaxshi. Lekin texnikasi yomon emas, lekin tan olish kerak. Furqatbekda adashmasam jarohat ochildi. Adashmasam qosh qismida jarohat bor. Qon chiqyapti. O'sha qo'l bilan berilgan zarba o'z ta'sirini ko'rsatib turadi. Shuning uchun Furqatbek iloji boricha tezlashish kerak. Bu jarohat jiddiylashib ketishi mumkin. Kattarib ketishi mumkin haqiqatan ham. Bu endi ochilyapti. Biko ochilyapti endi. Biko o'sha qonni isini oldi. Haqiqatan zarbalar qo'shishda ketma-ketlikda davom etyapti. Furqatbek bosimda davom etadi. Almashinu. O'ng qo'l bilan kutib olishga harakat qildi, lekin biroz mo'ljalda adashdi Furqatbek. Jab. Hozircha jang teng. Tempda o'tib ketyapti. Teng. Furqatbek bosim qilyapti, jang markazini egallayapti, lekin hujum aylangan holatda o'ng qo'l seriya mozanatni yo'qotgandek bo'ldi. Sizga qon sachradi, Ko'rdim. Chalg'imang baribir. Chalg'imang. Aktivlik oshdi Furqatbek. Yaqinlashyapti. Yangimidi futbolda? Endi yangiligi mayli esdalikka bo'lib qoladi. Maqtanib yuramiz, jangda birinchi kommentatorlik debyut. Olib qo'yasiz. Oson zarba, finishga harakat. Pasif himoya. Yuqorida Xamir Fist ketma-ket zarbalar bilan Furqatbek. Biko himoyada davom ettiryapti. Turishga harakat qilyapti.
Furqatbek mo'ljallagan holatda o'zini kuchli zarbalarni berishga harakat qilyapti. Upkick sakradi, deyarli sakrayapti Furqatbek. Qopqonda. Chidamoqchi shekilli Viko, ammo qo'yib yubormaydi Furqatbek. Qo'yib yubormadi, menimcha 30 sekund. O'sha aytilgandek, ikkita sportchi ham oldingi qo'lda faol harakat va qaysi biridir orqa qo'ldan kuchli zarba yetkazishi aniq edi. Ha, risk qilmoqchi Furqatbek. Yaqinlashdim. Imkoniyat. Hozir o'zini yo'qotib qo'ygan biroz afrikalik sportchi. Ha, va u oyoqqa yopishyapti shu sababli ham. Klinchga. Ma'lum, o'zini biroz yo'qotgan, zarba ta'siri hali ketgani yo'q. Bo'ldi raund tugadi. Sizlarda nima uchun Ramazon Temirovni UFC'da qadrlashyapti? Bunaqa zarba beradigan jangchilar bunday vaznda kam. Ha, ketdi, ikkinchi raund boshlandi. Oy, xavfli zarba bilan Biko kirib bordi. Biko boshlab berdi ikkinchi raundning shiddatli qismini. Ha. Takedownga harakat. Menimcha yiqitish sal qiyin bo'ladi. Ha, tayyor ekan Furqatbek. Furqatbekda yaxshigina himoya qo'yilgan takedowndan. Bunday takedownlar bilan yiqitish qiyin. Bikoda charchoq alomatlari biroz sezilishni boshlayapti. Almashinuv Harakatlarini oldindan sezdirib qo'yapti. Lekin baribir shu vazn oyoqlarini baquvvatligini hisobiga tez masofani qisqartiryapti. O'zi menimcha maqsad ham shu. seriya 10 kross zarbasi yaxshi o'tayotganligini his qilyapti Furqatbek va o'sha zarbani qayta-qayta uryapti. Yaxshi. Bikoni chapi ham yomon emas. Chap hozirda 10 qo'l uzoqdan berilgan zarba aniq nishonga tegdi. Va bunda albatta Furqatbekdagi mana bu jarohat xalaq beryapti. Albatta ham artishga biroz ko'zga tushadi, qon baribir rangli suyuqlik albatta xalaqit beradi. Qani Yoqubovdan double jab. Biko o'z taktikasini o'zgartirmayapti. 10 chap harakatlar chalg'igan holatda ketma-ket Oyog'i ham faol harakatda Bikoni. Ha. Turib qolmayapti. Agar joyiga turganida balkim jang Furqatbekning foydasiga allaqachon hal bo'lardi. Shu harakatini hisobiga bekorga 17 ta jang o'tkazmagan. Albatta, ulkan tajriba. 13-4 rekord. Uncha-buncha jangchilarni ko'rgan. Juda og'ir holatlardagina oyoqqa tashlanyapti. Boshqa emas urishga. Tez kiryapti. Zarba va ketishga ulguryapti ba'zida. Masalan, katta qismlarda u chiqib ketishga ulguryapti o'zini azib olgandan keyin. Ozgina yaxshi o'ylangandi. Yo'q, xohlamadi Furqatbek. Yaxshi o'ylangan edi. Lekin Furqatbek jang referi aralashdi. Otabek Musayev jangni stolga taqadi. Ikkita sportchidan ham aniq va umuman olganda vaznni hisobga oladigan bo'lsa yaxshi. Qo'llar yuqorida. Toza boks jangi hozir. Yo, takedownga harakat. Ozgina hozir oyog'ini oldinga harakat qildirganda balkim takedown aniq va 10 oyog'ini chap oyog'ini orqasiga qo'yib yitaradi deb kutgan edim. Yo'q, bu narsa qilmadi. Qo'lini kuchi bilan yiqitmoqchi bo'ldi. Biko, lekin bunga tayyorligini ko'rib turibmiz. Bu pozitsiyadan Furqatbek, ya'ni yuqoridan sakrab zarba, lekin yo'q, harakati yo'q. Faqat tepyapti. Taf. Tanlovda qatnashdi bilasiz. Juda ham bir yuqori sifatli o'tkaziladigan bu albatta shou desak bo'ladi va unda albatta yuqori darajadagi jangchilarni ko'rgan va yutib turgan jangida bunday qilmaslik kerak. Riskka bormaydi. Riskka bormaydi, lekin bu jangda Furqatbek to'liq yutyapti ham deya olmaymiz. Ustunligi bor, ma'lum bir darajada bosimini hisobiga birinchi raunddagi xavflilik
darajasini hosil qilganligi hisobiga haqiqatdan Furqatbekda ustunlik ma'lum bir darajada deyishimiz. Yaxshi zarba bor edi Furqatda. Shu xohladi klinchdan Yana bitta. qattiq o'ng qo'l bilan urishdi. Biko tegmadi. 10 sekund. Nimagadir tanaga Yaxshi. haqiqatan kirgan. Ha, tanaga kam ishlashyapti. Barcha zarbalar boshga qaratilgan. Yoqubov, Lusando Biko. Bundan oldingi jangda muxlislarimiz biroz ranjishgan edi. Ko'p parter bo'lganligidan mana bu jangda mana to'liq stoykada mana sizlar uchun hammasi. Kompensatsiya o'sha jangda. Ha. Deyarli parterda ishlash bo'lmadi bu jangda. Va Xumariyani jiddiy qo'llab-quvvatlayapti Furqatbekni. Ularga yoqyapti avtomobilchilar bo'layotgan hodisalar. Bekorga qo'llashmayapti. O'zbekiston muxlislari MMA tarafdan gapiraman. Muxlislarda ancha sifat oshganligini ko'rishimiz mumkin. Oldinlari faqatgina o'zimizning jangchilarni faqatgina qo'llab-quvvatlashgan bo'lsa, hozir MMA'da sifatli jang o'tkazgan chet ellik jangchilarni juda ham faol qo'llab-quvvatlashadi. Bu degani, bu bizning muxlislar MMA'ni tushuna boshlashyapti. Albatta, sifatli janglarni qadriga yetishyapti. Takedownga urinish nimaga orqa qismiga o'tishga harakat qilmayapti afrikalik sportchi. Aynan Furqatbekni shu kuragini yenga tekishga harakat qilyapti. Nimaga orqasiga o'tishga harakat qilmayapti bu? Back mount o'tishga, back kontrolni ushlashga harakat qilmayapti. Kuchi ham yetmayapti-da, 1-2 marta harakat qildi-yu, Furqatbek tik holatda qoldi har safar. Ha. O'ng qo'l. Meni aytmoqchi bu joydan shuncha sarflangan kuchni o'shanga sarflasa balkim. Almoshnu chap qo'lda silkindi Biko. Yoqubov tutdi mana nihoyat. Muvozanatni yo'qotdi biroz Biko. Yana bir hujum, yana chap qo'l. His qilyapti, zarbalarni his qilyapti Biko. To'xtamayapti. Yoqubov va Biko vaziyatdan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Takedown orqali o'xshamadi. Biroz toliqqanligini ko'rib turibmiz. Stoykada u zarbalarni ko'rishga qiynalyapti. Almashnu. Takedown qilish kerak. Ajoyib zarba o'tkaza oldi. Jangchilar bir-biriga jeb zarbasi. Faqat jebni ishlatsa ham bo'lar ekan. Masofadan tegar ekan. Jangni boshidan beri kuzatib turibmiz. Jeb zarbalar yaxshi o'xshayapti. Son jihatdan bu jangda juda ko'p zarbalar berildi. Endi u qo'llar ham og'irlashgan oxiriga kelib. Yaxshi. Biko tomonidan yaxshi o'ng qo'l zarbasi yuqoridan berilgan. Lekin kuch yo'q zarbaga. Ko'p energiya sarflandi. Boshdagi ikkita raundni to'liq harakatda o'tkazgan Biko biroz qo'llar o'z o'rnida. Yaxshi. Sirpanib ketdi. Oktagon. Biroz pan berdi bu yerda. Terrashdi, qon to'kildi bu yerda. Haqiqatan O'ng qo'l. O'ng qo'l zarbasini o'tkazyapti. Jeb zarbasi o'tyapti. Ikkita sportchi ham tekkiza oldi mo'ljalga, lekin Furqatbekniki sal istaqolarliroq bo'ldi. Yaqinlashib keldi. Yana fight poylayapti Furqatbek. Tez tiklanar ekan Biko ham. Haqiqatan tajriba bor. Bu narsalar ortda ishlanadi. Mashg'ulotlar vaqtida knockdown, charchagan holatga tushadigan bo'lsangiz, o'zingizni tiklash o'rgatiladi albatta. Bu narsalardan o'tgan. Tanaga oyoq bilan berilgan zarba. O'ylaymanki, Furqatbek agar qo'l zarbalarini tanaga ham qo'shganidan balkim jang yana ham yaxshiroq bo'lardi. Xuddi shu savol Bikoga berilgan bo'lardi. Nimaga tanaga zarbalarni bermayapsan? Nimaga low kick yoki calf kick zarbalarini ishlatmayapsan? Menimcha Furqatbek finishga astoydil harakat qildi bu jangda, ya'ni raqibni charchatish, muvozanatdan chiqarish emas, aynan nokaut bilan yutmoqchi bo'ldi. Nokaut bilan yutmoqchi bo'ldi. Chiroyli jang ko'rsatgisi kelyapti, lekin ikkita sportchi buni uddalashyapti. Bugungi kechada ko'rgan men uchun masalan
Shohjahon Temirov jangidan keyingi mana bu eng e'tiborini topgan janglardan biri. Shunday. Yana o'sha 56 kilogramdagi jangchilar. O'ng qo'l zarbasi. Middle kick qana qismiga. Yaxshi. Oxirida 10 soniyada qani yigitlar. Bitta olov ko'rsatinglar bizga. Taktik. Qani Ketdi. Bo'ldi. Max Holloway Ketdik. uslubi. Qani? 10 sekund. qochma Beko. Flyni teydimi? Ha, chiqib ketdi vaziyatdan. Bo'ldi. Tuga. Furqatbek!